Aka-ukalar mana ko'rib turibsizlar hozir avtobusimiz shart-sharoitini hamyurtlarimizdan so'rab chiqamiz. Aka Xormay, assalomu alaykum. Qaysi shaharga ketyapsiz? Pushkin. Moskovskiy oblastmi? Ha. Moskovskiy. Qalay aka, sharoit joyidami? Hammasi yaxshimi? Kamchilik, jalbalar yo'qmi aka? İkinci marta gelişim. Gap yo'q. Yo'q. Bemalol behijolat aka-ukalar mana ko'rib turibsizlar. Aka assalomu alaykum, Xormaylar. Aka assalomu alaykum. Qaysi shaharga ketyapsiz? Moskvaga. Qaysi avtovokzaldan ketyapsizlar? Toshkent avtovokzaldan Primoy, mana через bilet inshaalloh yo'lga chiqilyapti. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Qaysi shaharga ketyapsiz? Moskva, Rezan. Gap yo'q ekan. Yo'l yaxshi yetib olinglar. Andijonlik akalarga tavsiya qilasizmi? Andijonlik ukalaringiz bor mana mana shu yerda bemalol kutib olinadi. Gap yo'q ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, qanday? Sharoitlar qalay ekan? Kamchilik yo'qmi, kamchilik? Bemalolmikan? Mesdalar. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Toshkentdan Toshkentdan hamma sharoitlari bor. Bemalol ma'lumot Gap yo'q. Yo'l aka, sog' bo'ling. Akalar Xormaylar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Qaysi shaharga ketyapsiz, sheplar? Moskva. Sharoitlar joyidami? Hamma joy pustoy, nima bilan o'tirib oldinglar? Gap yo'q. Yo'l akalar.